Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashayotgandik do'stlarim. Davom ettiraylik. Bu Habibulloh qori bizga donolik qilyapti demaysizlar do'stlarim. Ulug'larni tayyor gaplardan yattan battan yig'ishtirib o'shalarni ozgina sal soddalashtirib gapirishga harakat qilaman do'stlarim. Hammamiz ham nasihatga muhtojmiz do'stlarim. Hech qachon ta'lim olishdan to'xtama deyaptilar. Chunki hayot senga ta'lim berishdan to'xtamaydi. Bu hayot har bir kun yangi ma'lumotlar beradi. Yangi hayotiy tajribalar beradi. Faqat ozgina fikrlasangiz, juda ko'p insonlar haqida, bo'layotgan voqea hodisalar haqida juda ko'p o'zingizga aqlli mulohazalar olasiz. O'shaning uchun Alloh taolo aqlli bandalarim har bir narsadan o'ziga aqlli xulosa oladi deyapti. Lekin ko'pchilik soddaqli aytganda loqayd beparvo deyapti-da endi do'stlarim. Tongga to'radi, kechga ro'radi, lekin bundan o'ziga bir xulosa olishga intilish kerak ekan do'stlarim. Do'stlar, har qanaqa bo'lganda ham, nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizga g'amxo'rlik qiling deyaptilar. Boshqa dard keldi, g'am keldi, o'zingiz totasiz. Ayniqsa dard keldi. Butun bola chaqangiz yuribdi, yordam beraman deb. Lekin dardingizni birov bo'lib ololmaydi, o'zingiz totasiz deyaptilar. Shuning uchun juda o'zini haddan tashqari qiynavermaslik kerak ekan do'stlarim. Motorni juda ko'p qiynaysiz, ko'p nagruzka beradigan bo'lsangiz do'stim, tezroq yilar ekanda, tezroq ishdan chiqar ekan. Do'stlarim, yo'lda daqir-duqurga ko'p ham qaramaydigan bo'lsangiz, ro'laveylaru, sharaveylaru, balonlaru hammasi ko'proq shikast yer ekan. Tezroq ishdan chiqishga yaqinlashar ekan do'stim. Demak, qancha ko'p nagruzka beradigan bo'lsangiz, shunchalik tezroq ishdan chiqar ekan do'stlarim. Biz ham shundaymiz do'stlarim. Bitta organizmmiz. Mashina ham bitta organizm. Hammasi bir-biriga bog'liq. Do'stlarim, o'shaning uchun sal ibodatda ham, dunyo ishlarida ham sal o'tta hol bo'lish kerak ekan do'stlarim. Ibodatda, dinda ham har kuni ro'za tutgan yo'q. Kechasidan namoz o'qib uxlamadigan joylar yo'q. Hammasi mo'tadil bo'lishi kerak do'stlarim. Bir kuni kelib o'ylanib o'tirib qolganingizda ko'z oldingizdan o'tgan umr yo'llaringiz bir varaqlanib o'tganda xursand bo'lib eslaydigan bir varaqlari bo'lsin. Shunaqangi bir chiroyli izlar qoldiring. Do'stim, qilgan yaxshi ishlaringiz, yaxshi amallaringiz ular hammasi ko'z oldingizdan o'tsin, ko'proq bo'lsin o'shalar. Chunki o'shalar sizga asqotadi. Qabrga yaxshi va yomon ishlaringizni qo'ltiqlab olib ketasiz. Boshqa hech narsa olib ketmaysiz do'stim. Ming o'zingizni aqlli qilib, dono qilib ko'rsating do'stim. O'lim yaqinlashyapti. Butun tashab ketadigan narsalar bilan avoramiz. Olib ketadigan narsalarga harakatni ko'proq qiling do'stim. Osmonga chiqib ham, yerda kirib ketib ham do'stim,
o'limdan qutulolmaysiz. Eng aqlli xulosa gap, harakatingizni qiling do'stim. Bu qol dunyo do'stim. Do'stlarim, qabrda yotgan insonlar nimalardan pushaymon bo'lib yotishgan bo'lsa, qanaqangi qilgan amallaridan atteng qilib, afsus qilib yotishgan bo'lsa, biz xuddi o'sha narsalar ustida talashib, tortishib urinib yotibmiz. Ular talashib tortishganlariga, o'sha ishlar bilan umrlarini behuda o'tkazib pushaymon qilib o'lishdi, atteng bilan ketishdi, qabrda atteng bilan yotishdi. Biz yana o'shanda davom ettiryapmiz do'stlarim. Shuning uchun ertaga atteng qilib qolishdan ehtiyot bo'ling. Qadamni o'ylab bosing do'stim. Ham Alloh taoloni oldida, ham xalqni oldida yuzingiz yorug' bo'lsin do'stim. Birovga zulm qilgan holatda, birovni qaqshatgan holatda, ho moddiy, ho ma'naviy qaqshatgan holatda qabrga kirib borishdan ehtiyot bo'ling. Bu kechirilmaydi do'stim. Sizga yomonlik qilgan odamlarga yomonlik qilmang. Ketavering yo'lingizda, davom etavering do'stim. Sizga u yomonlik qildi. Endi unga bir balo keldi. Sizga nima manfaat keladi unga balo kelishidan? Siz unga javob qaytarmadingiz. Allohga havola qilib ketavering do'stim. Yuragingizga juda ham yaqin oladigan bo'lsangiz, o'zingizga bir dard orttirasiz. Unday insonlar bilan olishib o'tirishga vaqtingizni sarflamang. Allohga havola qiling, yo'lingizda davom eting do'stim. G'azablangan paytingizda do'stim, iloji boricha gapirmang deyaptilar. G'azab kelganda ko'p ham torimiz yaxshi ishlamay qolar ekan, rul yaxshi ishlamay qolar ekan do'stlarim. Demak, shikast yeb qolish ehtimoli ko'proq bo'lar ekan do'stlarim. Buning hamma o'zini hayotida bunaqa ishlarni ko'rib o'tgan do'stlarim. Hech kim xoli emas. Endi qo'lingda nima bor? Qanaqa ne'matlar bor? Qanaqangi orzu qilingan ne'matlar bor? Endi qo'lga kiritilmagan, amalga oshmagan orzu havaslarni o'ylab ko'p siqilavermasdan, nimang borligiga ko'proq e'tibor qilib xursand bo'lgin. Sen juda ko'p narsalarga erishding. Senda juda ko'p erishilgan ne'matlar bor. Bularni Alloh taolo senga berdi. Kimlardadir bor ne'mat senda yo'qdir, lekin senda juda ko'p ne'matlar bor, juda ko'p insonlarda yo'q ne'matlar senda bor. Faqat aql ko'zi bilan qarasang, alhamdulillahi robbil alamin degan so'z, ya'ni Allohga shukr degan so'z tilingga darrov keladi. Ko'zing ko'rib turibdi. Juda ham sen baxtli insonsan. Oyoq qo'ling ishlayapti. Baxtli insonsan. Hokazo sanasa endi oxiri yo'q. Faqat ozgina fikr qilsa bo'ldi do'stim. Inson
doim shu ehson sadaqa qilishga odatlanish kerak ekan. Chunki ozgina bir ehson, ozgina yaxshilik ham Alloh taoloni nazoratdan chetda qolmas ekan, albatta shuni mukofotini baribir Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham berar ekan. Ehsonda sadaqani katta kichigi yo'q, lekin ko'ngildan chiqarish. Yaxshisini bering. Olgan odam xursand bo'ladigan darajada bering. U hali qo'lni ochib duo qilgan yo'q. Sizga o'sha sadaqani ehsoni daftaringizga tushsin do'stim. Ba'zi bir odamlarga uni xatosini aytib ogohlantirsang, uni senga g'azabi ortadi, dushmanligi ortadi. Quloq solganga nasihat qil. Quloq solmaganga, xohlamaganga nasihatni uvval qilma deyaptilar do'stlarim. Hammamizni Alloh taolo aqlli bandalardan qilsin, gapiruvchini ham, eshituvchini ham amal qiluvchilardan qilsin. Hammamiz oqibatimizni Alloh taolo xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va